Va yana salom. Sizlar bilan men o'sha Bedrock Craft bo'lyapti. Qaranglar. Bugun mana shu parkurdan birga o'tamiz. Unda biz go obunachilar. Mana biz parkur kartaga kirib oldik. Короче, bu gapni o'qimaymiz-da, shunchaki o'tamiz. Opa, ey negar. To'xtanglar-da, mana shu yurishi menga yoqmayapti. To'g'rilab qo'yib kutib turinglar. Mani yuradiganlar ham to'g'rilab oldim. Bunday qilmasam asam shunaqa buzilyapti. Opa. Opa, o'tamiz. Yaxshi obunachilar. Yaxshi, xarosh. Negar. Voy negar. Shunaqa buzilyapti. Opa, obunachilar o'tib olamiz biramalab. O'tib olamiz. Hozir kelaman. Men shunga o'tdim, singlim kelib qoldi. Shunga videoni to'xtatishga majbur edim, obunachilar. Yo, xayriyat o'tib oldik. Opa, yaxshi. Хорошо. Voy negar. Obunachilar, agar men buni eslasanglar, men bu yerda bitta ko'zcha turardi. Men versiyam yangilaganim uchun u ko'zcha uchib ketgandi. Shunga men Ponli qaytadan qo'yish esdan chiqib qolgani uchun har doim men mana bunday qilyapman, qaranglar. Настройка bo'limiga kiryapman. Настройкаdan eng pastga tushib, video bo'limidan shunchaki mana bunga bosib, 3-sini tanlasam mana. Yuzim ko'rinadi. Qo'limga hozir ham. Mana shunaqa to'g'rilab yotuvdim, obunachilar. Chunki u narsa o'chib ketgandi. Unda biz parkurdan qaytadan o'taylikchi. Opa. Yaxshi. Yo, negar! Shuncha keldim. Boblar, yana singlim keldi. Singlim asabi buzib boydan beri o'zim xonamga borib olsam, haydaydi, zalga borib olsam, haydaydi. Ikkinchi zalga keldim, obunachilar bir amallab. U endi kelmasa bo'ldi, o'tib olaylik endi parkurdan. Birinchi level berib qo'yishibdi bizga. Baryer. Ekancha. Biz qo'yib bo'lmagan rejimdamiz-ku hech nima. Sayohat rejimidamiz. Opa, yo'q. Asabim buzish uchun qurishgan bu parkurni. Agar parkurda sekretli joylar bo'lganda qursam bo'lardim. Men bu parkurni qurganda no hozir bug bo'ldi shekilli. Bug bo'lgan aniq. Men bo'lganda sekretli joylarni qo'shgan bo'lardim bularga. Bu parkurga sekretli joylar qo'shgan bo'lardim. Opa, yaxshi. Shu necha blok? Yo'q. Yugurib sakrash kerak ekan. Bundan esa oddiy sakrash. Yugurib sakrash ikkita. Voy negar, endi o'tdim men, obunachilar. Shunchalik xafaman. Bunday bo'lishini kutmovdim. Nega bunday bo'lyapti? Men nima qildim? Deymi, obunachilar? Yes. Opa, gapirmasdan o'tamiz. Yaxshi o'tdik. Yeah, baby. Ikkinchi level. Boyam shu level 2 chiqib qandaydir bug bo'lib qoldi. Hayır, o'taylikchi. Ay negar. Malka. Bu go'shamiz darajasini olamiz, lekin go'shamiz. Ikkinchi levelimiz. Ikkinchi levelda ikkinchi darajamiz. Toshli davr. Opa. Bu parkur nechchi qism? Bu
necha qism video chiqaray bu parkur. Bir qism chiqarmayman lekin aniq. Obunachilar. Shuning uchun albatta nimada necha qism chiqarsam ekan. Bu parkur tugaguncha qism chiqadi. Tushunasizlarmi obunachilar? Yaxshi. Ikkitalik sakrash bo'yicha chempion bo'lib ketdim. Kim kovlab ketdi bu yerda? Kim kovlab ketganini bilmayman. Opa. Yo, nega bu go'sht borgan yo'lda. Bu go'shtga qaramaymiz va biz suramiz. Opa. Yo! Obunachilar, shu parkurdan o'tgandan keyin videoni yoqaman unda. Obunachilar, ishqilib oxirigacha kelib oldim. Shuncha yiqilib, 3-level ketdik. 3-level lavali level. Opa. Yo, nega chiq. O'yin sakrasa joni kamroq ketadi. Lavaga tushgan taqdirda ham. O'tir sakraylik. Tezroq. Aytganimdek, jonimiz ozgincha ketgan, o'zinglar jonimizga. Ular mumkin. Opa. Yo, nega lavada cho'mildik obunachilar. Nima sizlar? Joystick o'ynayam kelmayapti. Obunachilar, ne kommentariy yozmaysizlar? Zerikib ketdim kommentariy yozmaysizlardan. O'qishinglarga kommentariyalar yozishinglar xohlayman. O'ldim. Qo'limizda baryer ushlab olib o'tamiz. Opa. Nega bu parkur tanlaganim sababini aytaymi? Chunki parkurdan o'tib keldi. Qatga. Yo, aniq bo'ldi. Magma bo'lsa ham O'yinchilar tayyorlanamiz, yuguramiz. Yaxshi. O'lib qolmasak bo'ldi. Baryer bizga yordam beradi. Chiq. Baryer bizga yordam beryapti, endi o'ldiryapti. Shuncha o'tuvdiga obunachilar. Opa. Yo, nigger. Yo, trikol. Iltimos. Yaxshi. Opa, yaxshi. Хорошо. Timing ushlashimiz kerak. Chiq, sakra. Yengil turamiz, olov o'chguncha obunachilar. Kutaylikchi. O'chdi, ozgina kutamiz. Va ketamiz. Qanday o'tsak bo'lar ekan obunachilar? Nechi blok bu? 1, 2, 3 blok ekan. Yaxshi. Yo, nega o'lib qoldik-ku obunachilar. Yugurib o'tko'ramiz. Yo, lavaga tushmadik. Yugurib o'tganimizda. Negar. Yo, o'ldik. Boyagidek baryer ushlab o'tamiz. Lavaga tushdik, boya tushmadik-ku obunachilar. Nima bo'lyapti biz? Yoki PvP server o'ynaymizmi? Mayli, bu video tugagandan keyin yana bitta PvP server olaman. Kechirasizlar, maktab bo'yicha maktab bilan bo'lib ketib
shunchalik YouTube'ni unutib yuboribman. Kechirasizlar, obunachilar. Unda men o'tib boshlayman. Opa, yaxshi. Хорошо. Oyoq. Короче. Погнали. Yo, ko'rib turganmizlar, kechirasizlar. Bunday qilmasam bo'lmasdi. O'zbora kechib turdim. Videoni to'xtatib qanday o'ylabman? Video to'xtamagan ekan, lekin obunachilar kechirasizlar. Baribir bizga nasib qilmadi shunday qilganimiz. Opa. Survival qachon chiqadi deganlar uchun hali survival chiqmaydi, chunki singlim band hozir, shuning uchun survival chiqmaydi. Opa. Survival umuman chiqmay qolishi ham mumkin obunachilar. Shuning uchun pagnali. Xayr, obunachilar, sizlar bilan men Bedrock Craft bo'ldim. Xayr, pagnali.